Kelinglar, sizlar bilan shu abadoyni birgalikda yasaymiz. Ko'rinishda hashamli ko'rinadi, lekin yasalishi oson. Birinchi o'rinda uchta joyiga gulchalarni yopishtirish uchun kley surkab chiqamiz. Ozgina qotib-olgandan keyin 1-2 minutdan keyin gulchalarni yopishtiramiz. Gulchalar qotib turishi uchun 4 yoki 5 simda lyuks simlar ishlatinglar. Aylantirib qotirib olamiz. Qotirilgan simlarni uchini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Endi uni oralariga barglar yopishtirish uchun kley surkab, barglarimizni ham yopishtirib olamiz. Kleyimiz 1-2 minut qotgunicha ungacha shoxchalarni qilib olamiz. Shoxchalar qilish uchun esa simlarga tomchi toshlarni o'tkazib, tekis burimiz, tekis. Mahallaning yo'lida qanga o'nqir-chunqir yamali qilib bormanglar. Tekis bo'lsin. 5-6 ta tomchi qilsaling yetadi. Buni abadokka qotirish uchun simni o'zini qattiq bosib aylantirib chiqamiz. Xo'sh, simni tugatgandan keyin nima qilish kerak? Albatta, uchini ombir bilan bosib qo'yish kerak. Shunda ilmiydi. Esimdan chiqay deb Fotoluxga obuna bo'lganmisiz yo'qmi? To'g'risini ayting. Bu videoni olish uchun yarim soat vaqtim ketdi. Yasash uchun sizlardan 15 minut ketadi xolos. Kleylar qilib toshlarni kerakligini o'zingizlarga yoqqanini yopishtirasizlar, bo'ldi shu bilan. Orqasini lenta bilan o'rab qo'yasizlar. Shunda tappa tayyor sotib olsalar ham bo'laveradi.